Opamiz ko'chada yotibdi ekan. Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Yotibsiz bu yerda, uyingiz yo'qmi? Hozir bu yoqdan o'tib ketayotgandim, ko'rib qoldim-da, shunga. Qazi akangiz bilan hozir bu yerda yotishingiz qanaqa ekan, O'zingiz qayerdansiz o'zingiz? Jizzax. Men bu kalaskalar nima? Shu atrofda yo'qmi mehmonxona? Gaplashib ko'rsam, yordamlashardim agar mehmonxonada turaman desangiz. Bu yerda ostanovkada yotishingiz yaxshi emas-da. Ben agar bilsangiz, qo'limdan kelganicha yordam bersam bo'ladimi? Yo'q, o'zimda bor. Agar sizga bersam, zakasim ham kech qolib ketmasin. Agar nima bo'lsa, bironta nima qilib, yotoqxonami, nimadir topib, agar iloji bo'lsa. Agar bu yerda yotmang lekin. Nimadan yaxshilik qolar. Nima bo'lgan, tinchlikmi? Kindigingizgacha? Operatsiya qilingan? Qachon? Agar bu yerda yotmay, agar vaqtim ko'proq bo'lganda sizga yordam berib, xona topishga olib borishardim-da. O'zingiz keta olasizmi? Yo, yordam kerakmi? Bu yerda yotmay, qarang, kun sovuqligini o'zim ham sovqotib ketyapman hozir. Duo qilib qo'yasiz. Aytganingiz kelsin. Rahmat, sog' bo'ling.